Diqqat qiling, O'zbekistonda pensiya, ish haqqi va nafaqalar haqida yangi yildan so'ng 1-yanvardan ajoyib xushxabarlar tarqaldi. Tezda videorolikni oxirigacha ko'rib, xabardor bo'ling. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 2025-yildan ish haqqi, pensiya va nafaqalar sezilarli darajada oshiriladi. Yanvar oyidan boshlab ish haqqi, pensiya va nafaqalar o'z vaqtida to'lanib, inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda oshiriladi. Bu haqida Quyi palata matbuot xizmati xabar berdi. Qarorga ko'ra, davlat madaniyat muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqqi quyidagi miqdorda oshiriladi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab 20% ga, 2025-yil 1-iyuldan boshlab esa yana 15% ga oshiriladi, deyiladi xabarda.